Eumetazoa bo'limi, ya'ni haqiqiy ko'p hujayralilar. Ko'p hujayrali hayvonlar ichidan faqatgina parazoitlardan tashqari barchasi eumetazoa bo'limiga mansub. Ularda to'qima, organ va organlar sistemasi rivojlangan. Metazoa parazoitlar va haqiqiy ko'p hujayralilar bo'limiga ajratiladi. Haqiqiy ko'p hujayralilarga kolenterata, ya'ni bo'shlig'ichlilar tipi kiradi. Bo'shlig'ichlilar tipi hayvonlari eng sodda ko'p hujayrali hayvonlar hisoblanadi. Bu tipga mansub hayvonlar chuchuk suvlarda yoki dengizlarda yashaydi. Ular ba'zan erkin yashaydi, ba'zan esa biron bir substratga birikib turadi. Ularning tanasi ikki qavatdan iborat: ektoderma va endoderma. Bo'shlig'ichlilar tipi nurli, ya'ni radial simmetriyali hayvonlar hisoblanadi. Gastrovastikulyar bo'shliq bu hayvon tanasidagi yagona bo'shliq bo'lib, u hazm qilish va moddalarni tana bo'ylab tarqatish vazifasini bajaradi. Tananing keyingi qismida og'iz joylashgan. U ham og'iz, ham anus vazifasini bajaradi. Og'iz atrofida bir qancha paypaslagichlar joylashgan. Paypaslagichlar ovqatlanish, harakatlanish va himoya qilish funksiyalarini bajaradi. Ularning tashqi qavati knidosit deb ataluvchi hujayralardan tashkil topgan. Knidositlar zaharli modda ishlab chiqaradi. Ushbu modda kichik hayvonlarni falaj qilish va behushlantirish orqali ovlash imkonini beradi. Hatto ularni dushmanlaridan ham himoya qiladi. Bu hayvonlarda hazm jarayoni hujayra ichida va hujayra tashqarisida boradi. Qon aylanish sistemasi rivojlanmagan. Nafas olishi butun tana yuzasi orqali, ya'ni diffuz yo'li bilan amalga oshadi. Ularda oziq moddalar og'iz orqali qabul qilinadi va og'iz orqali tashqi muhitga chiqariladi. Ularning nerv hujayralari tanasining ektoderma qavatida joylashgan. Nerv hujayralari tashqi ta'sirlarni sezadi. Ular bir-biriga tutashib nerv to'rini hosil qiladi. Ko'pchilik vakillari germafrodit hisoblanadi. Ular jinsiy va jinsiz yo'l orqali ko'payadi. Jinsiz ko'payishi kurtaklanish orqali amalga oshadi. Jinsiy ko'payishi esa bir-birini urug'lantirish orqali amalga oshadi. Bu bo'limga gidra, meduza va koral poliplar tiplari kiradi.